haqiqatan ham. Endi Rahim aka, sizga bir topshiriq bor. Bajara olasizmi yo'qmi bilmadim-da, lekin bajara olmasangiz jonli efirda sal uyat bo'ladi-da. Jonli efir har xil sinovlarda lekin o'zim ham ikkilanib turibman, nima desam ekan, aytsam aytmasam nima deysiz Dildora? Ayting. Aytaylik. Qiziqtirdingiz. Teletomoshabinlar ham qiziqdi. So'zdan qayt degan dono xalqimiz aytaman. Surxoncha nima bor? Dildorani do'ppisiga qarab hozir esimga tushdi. Rahim aka, hozir har xil mavzuda qo'shiqlar aytdilar. Surxoncha ham bormikan deb turibman. Bajara olamizmi? Surxoncha hozircha tayyorlab kelmaganmiz. Yo'qmi Surxoncha? Yo'q. Qarang, Surxondaryo haqida qo'shiqchi olib kelganmiz. Aha. Surxondaryo haqida bormi? Shunda. So'zda Surxon degan so'z bormi? Ha, bor. Bo'ldi. Mana qanday sizga qo'rqmang. Xo'p, marhamat keling yana badiiy maydonimizni taklif etamiz. Xo'p, qarang. Qo'rqitdilar. Qo'rqdim, men ham qo'rqdim. Nima rostandi? Shu yilda tug'ildim, shu yilda o'sdim. Shu yilni tuprog'i aziz biz uchun. Shu yilda yashaymiz, bilgin ye do'stim. Har kim o'z elini to'tiya qilsin. Shu yilda yashaymiz, bilgin ye do'stim. Har kim o'z elini to'tiya qilsin. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Bu elni qizlari barchin sifatdir, yigitlari go'yo lochin sifatdir. Bu elni qizlari barchin sifatdir, yigitlari go'yo lochin sifatdir. Nuroniy otalar, munis onalar, duosidan barcha oliy himmatdir. Nuroniy otalar, munis onalar, duosidan barcha oliy himmatdir. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Bu elda barchaning pokdir nafasi, bu elga barchaning kelar havasi. Yillar o'tar ammo so'nmagay aslo, buyuk baxshilarning yangragan sasi. Yillar o'tar ammo so'nmagay aslo, buyuk baxshilarning yangragan sasi. So'nmasin Rahimning yangragan sozi, elimni cho'lg'asin jayrang ovozi. Yurtimning husniga shaydolari ko'p, san'atin sehridan baland parvozi. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Surxondaryo mening vatanim, Surxondaryo go'zal chamanim. Surxondaryo go'zal chamanim. Ofarin. Zo'r, ajoyib. Hali yo'q, tayyorlamaganmiz deysiz Rahim aka. Mana bundan ziyod qanday bo'lishi kerak? Juda ham go'zal, juda ham go'zal. Xo'p, rahmat, tashakkur. So'zlari ham chiroyli. Haqiqatan ham Surxondaryo mening vatanim.
Surxondaryo sizning vataningiz, Surxondaryo barchamizni eng jonajon go'shamizda. Surxondaryoga ko'z tegmasin. Yaqinda bir guruh ijtimoiy tarmoqlar faollari voha bo'ylab yurib, turli diqqatga sazovor manzillarni ijtimoiy tarmoqlar orqali, internet sahifalari orqali barcha yurtdoshlarimizga tanishtirdida. Hamma Surxondaryodagi o'sha tabiat go'zalliklarini, nodirliklarini ko'rib rosti hayratda-da. O'zimiz ham doim hayratlanamiz. Chunki bu manzillarga bahorda borsangiz go'zal. Qishda borsangiz yanada chiroyli. Har bir faslda o'z jozibasini saqlab qola oladi-da. Shuning uchun ham Surxondaryoda qo'liga tor oladimi, qo'liga skripka oladimi, qo'liga nay oladimi, har bir inson vohani qaysidir ma'noda, qaysidir qirrasini kuylab o'tadi. Hech bo'lmaganda farzandi ekanligidan faxrlanadi. Xuddi shunday. To'g'ri. Rahmatga keling, kun tilaklariga o'tsak. Marhamat. Bizda O'zbekiston ahli, Mikrofon. bizda O'zbekiston ahli ko'rib turgan muxlislarimiz, qishloqdoshlarimiz, xalqimiz, ayniqsa onajonimiz hammasiga alangalik salomlar yo'llaymiz. Juda ham biz xursandmiz. Farhod aka mana kelib ishtirok etyapmiz. Sizlarga ham kattakon rahmat.